Assalomu alaykum, Obod xonadonda mening qiziqishlarim kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammalar yaxshi yuribsizlar. Savollaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Kelayotgan hammalarning hayot ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Ro'zalarni charchamayapsizlarmi? Mana men yana sizlar uchun Toshkent Chorsu Gulbozordaman. Bundan qaranglar. Bular luchiklar 15 mingdan. Bilan qaranglar. Bu nima? Ha, piyozi. Hozir Muhammad Ali hamma gullari bilan tanishtiradilar. Mana Muhammad Alining gullari. Ana. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Charchamayapsizlarmi? Ro'zalar bilan qiynalmasdan. Mana ro'za oyimiz ham Xudo xolisa ozgina qoldi tugashiga. Ro'za bir oylik mehmondek, bir pasda keldi bu yoqdan ketib qoldi. Mana shunaqa qilib bugun biz Toshkent shahar Chorsu gullaridamiz. Mana qaranglar, bizning bozorimizda juda ham bahorga uyg'onib chiroyli bo'lib yotibdi. Mana qaranglar. Birinchi bo'lib Chorsu gul bozorini aholi klientlari bilan mana sizlar bilan bo'lishamiz. Mana bozorimiz juda ham gavjum. Qaranglar. Bahorda baribir bahorda bizning bozorimizga gul olishga kelmasanglar ham shunday o'zingizlar aylanib ketishga kelsanglar ham bir ham maza qilasizlar. Gullarimizni ko'rib bahridilinglar ochiladi, nasreniylar ko'tariladi. Gulni sevgan insondan yomonlik chiqmaydi-da, hurmatli obunachilar. Mana shunaqa qilib nasreniy ko'tariladi. Nasreniy ko'tarilganidan keyin organizmingizga ham foydali, immunitetingiz ko'tariladi. Mana qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib, mana bunaqa chiroyli sizlarga Katalina degan atirgullarimizni olib kelib qo'yganmiz. Pionobrazniy bo'ladi. Mana. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Bularning narxi 35 mingdan. Qaranglar, juda ham chiroyli. Mana bu yerda miyatalarimiz bor, maxitto tayinlanadigan. Bularımızın narxi 15 mingdan. Mana bunaqa karliki atirgullarimiz ham bor mana. Bularning narxi 15 ming. Dolalarimiz 10 mingdan mana. Bular gollandskiy dolalar. Juda ham chiroyli bo'lib o'tiribdi. Primulalarimiz 12 mingdan. Juda ham chiroyli. Men qo'limda mana shu fiyalka primuladan juda ham chiroyli bo'lib qishlarda ham ochilib turadi. Videolarda ko'rsatganmiz-ku. Basi zo'rda, joni baxbat. Buni salqin joyga ekib qo'yasizlar. Mana bunaqa chiroyli lyutikullarimiz ham bor. Mana qaranglar. Juda ham zo'r, chiroyli. Mana shu qo'shnimiz, Donor aka ismlari. Narxi 15 mingdan. Mana oti nima edi, Doni aka? Kansellariya bu ham. Ana mahalliy nomi Qo'zqorin gul ham deyiladi. Mana bunaqa chiroyli kaktuslari ham bor. Kaktuslar narxi 15 mingdan 35 minggacha. Juda ham zo'r mana. Qaranglar. Xilma-xil. 9 ta bor. Mana qaranglar. Juda ham zo'rda. Mana bu yoqda toshli anaqalar bor. Rangli toshlarni ham olib kelib qo'yganlar ma'muriyat ham. Mana qaranglar. Gullarni tagiga chiroyli qilib solib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'lib turadi. Narxi necha pul? 20 mingdan. Kilosimi? Grammimi? Kilosi 20 mingdan ekan. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Mana bunaqa vitamin, dori, udobrenalari ham bor. Mana o'zlari ham shu yerdalar. Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Ro'zalar bilan qiynalmayapsizmi? Kelayotgan hayit ayyomlaringiz bilan hayitli berasizmi bizga? Obunachilargacha. Hayitli sanayli. Bo'l. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Charchamayapsizlarmi? Mana men kisli necha pul? Kisli to'g'ri, mana yangi pochka originali 15 mingdan. Kilosi 15 ming. Mana universalli 8 mingdan. Perlitlar mana bunaqa pochkasi 10 mingdan. Joylari mashitda, mana ko'raveringlar. Hozir gazollaga ham dorilar bor ekan, ko'rsatadilar. 35 ming. Qo'rvasizlar obunachilar, bu necha kvadrat ketadi? 20 kvadrat gazonga shunday sepib boradimi, uni suvga aralashtirib, o'zini mi? O'zini sepadi. Mana aralashtirib olishaymi, rang-baranglarni? Necha pul bu? 35 ming. Obunachilarga 30 ming. 30 mingdan qilib berar ekanlar mana.
Slitra pritra ham bor, ha? Mana eshitib oldinglar. Atirgullarni qaranglar, juda ham chiroyli edi. Hidli ekan. Mana bitta Odil degan bola savdo qiladi. Mana ota Odil, mana shu kelaverasizlar. Mana atirgullar, mana xolamizning navaralari-da. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Keldik mana xola. Tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Kameramizni bu yoqda xola. Tuzumisiz? O'zingizlar bilan qiynalmayapsizmi? Kelayotgan hayit ayyomni bilan. Rahmat, rahmat. Sizga juda ham zo'r kommentariyalar qoldirishyapti. Anaqa Jasminni mahrosi 80 ming, anaqalarni kelishtirib beramiz oddiylarni. Lekin vigelani oqsab bo'ldi, vigelani oqbora. Bo'ldi, qizili bor. Shuni so'rash kerak. nech pul? Narxlarini ham ayting-da, to'liq ma'lumot bering-da. Vigela nech pul? Vigelar 150 ming. 150 mingdan ekan. Rangi qanaqa? Qizil, oqim qolmadi. Oq xomada. Mamta chiroyli qora atirgullar ham bor ekan. Nech pul ular? 100 mingdan. Mana nima? O'ralib turgan? Jimlis. Jimlisa, u ham hidli bo'ladi. Ochilsa rosa hidli bo'ladi. Nech pul u? Har xil 50 mingligi bor, 80 mingligi bor, 150 mingligi bor. Rangi qanaqa? Oq, sariq. Oq, oq sariq bo'ladi. Mamta mana shtamp atirgullarni ham juda ham chiroylilari bor ekan. Mana. Bu shtamplaringiz nech pul? 250. 250 mingdan. Bo'ladigan narxi? Kelishsa Kelishtirib berishadi. Aniq obodxonadondan kelyapmiz desanglar, sizlarga u promokod-da, obodxonadon. Mana kelsanglar kelishtirib qilib beradilar. Mana bu juda ham chiroyli bo'lgan atirgullari bor. Bular byushya, tepaga o'rmashib o'sadigan atirgullar bular. Bularning ham xilma-xillari bor. Bular nech puldan? 250 bo'lar. 250 mingdan ekan bular ham. 250 ming. Mana. Mana bunaqa chiroylilari bor ekan. Mana zo'r narsalar bor. Mana kitayskiy roza so'rayotgandinglar, mana kitayskiy rozalar ham kelgan bozorimizga. Bular chiroyli bo'lib g'onchalab yotibdi. Nech pul kitayskiy? 70-75 ekan, 70 dan qilib beradilar. Desa ham g'onchalab chiroyli bo'lib yotibdi. Mana deparmatikalar nech pul? 15 mingdan ekan. Juda ham chiroyli ekan narsalari. Mana shundoq xil mashg'ulotlarni oldilarida o'tiradilar mana. Mannopa kesimlari. Eski joyiga Atirgullar bor. Hamda mushkambar so'rayotgandinglar, mana mushkambarlar bor. Mushkambarlar nech pul? 35. Mana bunisi 10 ming ekan, 15 ming, 35 ming. Juda ham chiroyli. Mana bu kelgan kitayskining boshqacha rangi ham bor ekan. Bu ham 70 mingdan, a? Bu ham juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu galubikalar kelgan. Mana. Galubikalar hali ham kizmi? Hali ham o'zgarmabdi narxi, hurmatli obunachilar. 200 mingdan ekan. Ismlari Akmal. Telefon nomerlari 93 566 68 13. Ismlari Akmal. Telefon qo'vrasizlar, viloyatliga ham dastavka qilib chiqazib beradilar. Toshkent shahariga hamda X-pochta orqali chiqazib beriladi. Mana bu yerda gartenzalar bor. Gartenzalarning ham xilma-xillari bor. Kelaverasizlar, mana bu archalar bor mana. Juda ham chiroyli. O'zlari o'tiribdilar ana. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda aloylar kelgan. Aloylaringiz nech pul? Aloe vera buni 30 mingdan ekan. Ani kattalari? 60. Kattalari 60 mingdan ekan, kichkinasi 30 mingdan. Bu aloe xususiyatlari juda ham zo'r. Foydasi o'zidan ham zo'r-da. Juda ham yaxshi narsa. Olsanglar, kelishtirib beradilar, kelsanglar. Joylari mashitda mana joyim bo'ladigan bo'lsa, shundan mana ro'paramda o'tiradilar. Mana bu yerda atirgullarning oldidan bundan kiyarlaringlarda. Ismlari Akrom aka. Kelaverasizlar. Mana gullari juda ham chiroyli.
Toshkent shahar Chorsu gullari. Mana bunaqa bo'lib, chiroyli bo'lib, zo'r bo'lib yetilib turibdi narsalarimiz. Qaranglar. Alyusumlar bor ekan mana bu yerda. Qaranglar. Xilma-xil narsalar. Mana bizning bozorimizda mana bunaqa sumalaylar ham bor, mana hurmatli obunachilar. Mana bu nisholdalar ham bor. Mana ko'rasizlar. Juda ham zo'r. O'zlari tayyorlab olib chiqqanlar. Necha yildan beri men bularni taniyman. Sumalaylarga gap so'z bo'lish mumkin emas. Kelinglar mana bahordan darakchi. Mana nima bu? Sumalay. Quyuqroq, suyuqroqmi? Quyuqroq. Bu quyuqroq mana. Nech pullar narxlari? 20 mingligi bor, 15 ming, 40 mingligi bor. Sumalagi Muradi. Reklama qilamiz, reklama. Nech puli? Istagan. Mana. Haqiqiy bir sutga qaynagan. Garantiyasi 100%. Garantiyasi? Garantiya beraman. 1 yilga. Oo. Hech kim bunaqa garantiya bera olmaydi. Mana sumalayni ko'ryapsizlarmi? Asaldek cho'zilyapti, asaldek. Buni yeysizlar, maza qilasizlar deb, o'zi ham qumoq-qumoqdek. Yegan sari yeylik keladi. Asali, u asal. Bu sumalaylarni yeb olasizlar, keyin gullarni ekib tashlaysizlar, xonadoninglarni chiroyli qilib, hurmatli obunachilar. Misol uchun, kuch beradi. Quvvatda. Quvvat beradi. Sumalay kerak bo'lsa, sizni qanaqa topishadi? Patr bozordan topadi. Patr bozordan? Ismingiz nima? Aytib qo'ying. Mashhura. Mashhura, ha? Mashhura. Bizning bozorimizda, gul bozorimizga aylanib bir kelib qoladilar. Shu kelgan paytlarda biz ham xarid qilib olamiz. Sumalaylariga gap so'z bo'lish mumkin emas. Mana hamma qilib ko'kartirib ham qo'yibdilar mana. Qaranglar. Mana shu ko'kartirilgan sotilmaydimi? 20 ming. Sotib yuboramiz. Mana ko'rdinglarmi? Juda ham zo'r. Nech pul narxini aytmadingiz-ku? Mana bular 20 ming. Ha. Ana kosam 40 ming. Kosangiz qanaqa u? 40 ming. O, kosa ham o'zani paqlavonlar kosasi ekanda bu, qaranglar. Mana keringlar sumalay. Bor. Mana sumalaylari zo'r bo'lgani uchun mana odamlar gavjum. Nechta? Mashinadan bitta bering. 25 ming. Mana shunaqadan bitta bering, shunaqa qilib. O bittasi olaman. Qaranglar mana. Bizning gulchilarimizni ham talashib olishyapti. Qaranglar mana. Zo'r-da. Biz ham olamiz hozir. Bemalol savdo qilib olsalar, biz ungacha video olib turamiz, opam shu yerdalar. Siz savdo qilib oling, biz ham olamiz keyin, ha? Mana. Obod xonadon, Chorsu gullari. Mana bu yerda Nigora bor. Mana Nigora ham hozir gapiradi. Gullari haqida. Nima bu Nigora? Sedum. Bu mashina bitta bo'ladi. Shu bilan Atirgullar ham xilma-xil. Ammo hamisha bahorlarni qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Lolalarni qaranglar. Juda ham zo'r. Hamda jasminlar ham bor ekan. Jasminlar nech pul edi Nigora? 120 ming ekan chelagi. Hozir Nigora telefon nomerlarini aytadilar. Telefonlar bemalol telefon qilib gaplashib, ana qilsanglar jo'natib ham beradilar. Chorsu bozorida varra uchyapti. Shunaqa qilib mana bugungi videolarimizni boshlab oldik. Nigora telefon nomerlarini aytib yuborsalar, narsalarni tushuntirib bersalar. Qaysi narsani tushuntirib beray? Bular mini roza. 99lik 003 83 73. Ismim Nigora, telefon ko'rasizlar. Bu mini rozalar mana atirgullar. Ko'p yillik. 15 ming atirgullar.
Katta bo'lib ketmaydi bu. Yo'q, pakana bo'ladi. Mini bo'ladi, sada bo'lib gullaydi, rosa chiroyli bo'ladi. Bitta kislitsalar bor, xo'sh, pyostrilisti sarubali plushlarimiz bor. Orqada rozmarinlar bor. Xo'sh, qo'liga ekiladigan paprikli gullar bor. Lavanda rozmarinlar bor. Apsha bor. Lolalar bor mana. Qulupnaylar bor har xilidan. Binafshalar bor mana, yashiga 120 ming. Liliyalar bor. Xo'sh, qulupnaylar 3 xil sorti bor. Izabella, bomba, morozka gullarimiz bor. Plushlar bor mana. Izgirtlar bor, ko'rik gullarimiz bor mana. Gazonlarga keladigan. Asal gullarimiz bor. Mayda gullaydigan sariq xrizantemalarimiz bor. Ko'rasizlar. Shetga, to'g'ri. Telefon nomeringizni ayting yana bitta. 99li 003 83 73 Nigora. Nigora. Mana shunaqa qilib bugungi videolarimizdan avvaldik. Obod xonadonga podpitsiya bo'lib qo'yinglar. Telegram kanallarimiz ham bor, bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Muhammad Ali bo'ldi. Chorsu gullari obod xonadonlarni kuzatib borishda davom etinglar. Kelayotgan bayraminglar hammaga muborak bo'lsin. Shu bilan endi hayitdan keyin Chorsuda video olamiz. Hayitlarni o'tkazib. Shunaqa qilib bugungi videomizni tugatamiz. Like, kommentlarni kutib qolamiz. Kommentariyalarni juda ham chiroyli yozyapsizlar, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'lishga majbursizlar, chunki bizning obunachimizsizlar. Charchamanglar.